Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan firmada Umra safariga boraman deb niyat qilib turgan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa iyul va avgust oylariga reyslar bor ekan. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga to'liq ma'lumotni yetkazib berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur akani oldiga yetib kelganmiz. Hikmat Travel. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Obunachilar uchun aka yangilikni aytib qo'ydim. Siz aytishingizdan oldin iyul va avgust oylariga reyslar ochilibdi. Bitta to'liq qilib tushuntirib bersiz, keyin sharoitlariga o'tib ketamiz. Bo'laveradimi? Xo'p, bo'ladi. Reyslar ochilgan. Aha. Xo'p, iyul-avgust oylariga Toshkent-Jidda yo'nalishimiz bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Hozir iyul oyini chislolarini aytib o'taman. Toshkent-Jidda primoy reys bo'yicha. Xo'p, 2-iyul, 6-chi, 9-chi, 13-chi, 16-chi, 20, 23, 27 va 30-iyul kunlari Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Iyul oyining oxirigacha bor ekanda reyslar. Avgust oyiga ham bor. Avgust oyiga. Shu kunlarga hisoblayni olaverasizlar. Bir kun ikki kun aqabaqa bo'lishi mumkin. Ehtimoli bor. Bu reysimizning narxini $995 qilib beramiz. 995. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha shu aytgan chislolarimizning narxi. Xo'p, vodiydan boraman deydiganlar uchun Vodiy Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Ularning chislosini aytib o'taman. 3-chi, 7-chi, 10-chi, 14-chi, 17-chi, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $1025 qilib beramiz. $1025. Gap yo'q. Xo'p, endi gostinitsalari qanaqa? Sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun Madina Munavvarada gostinitsamizning nomi Divan Al-Hijra. Xo'p, 200-300 metr uzoqligi. 200-300 metr. Xo'p, Makka Mukarramada Sama Al-Misk uzoqligi 800 metr. Zo'r. Xo'p, ovqatlanish Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Va Madina ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari va Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Qizil dengiz menimcha bonus tariqasida qo'shib beriladi. Unga pul bo'lish narsa olinmaydi. Yo'q, xudo xolasa olinmaydi. Xo'p, undan tashqari 50 bosh xizmati, 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Xudo xolasa. Undan tashqari firma tomonidan aeroportda xo'p, so'mka beriladi, kamzil beriladi va bejik beriladi. Zo'r. Keyin vizalarni qo'llarga chiqarib beramiz. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. To'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka? To'lov masalalari, xo'p, ofisga borib to'lov qilaman deydiganlar uchun, xohlasa ofisimizga borib to'lov qilasiz. Xohlasa uzoq deydiganlar uchun onlayn to'lov qilsa ham bo'laveradi. Farqi yo'q uni. Farqi yo'q. Ofislarimiz respublikamizning 3 ta viloyatida bor. Toshkentda bor, Andijonda bor va Farg'onada bor. Zo'r. Yo, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomerda Telegramimiz bor. Bemalol Telegramdan pasportlarni tashlashib, joylarni bron qilsa bo'laveradi. Zo'r. Gap yo'q. Bemalol Telegramdan aloqaga chiqaveringlar. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqsalar, xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Yana ko'pchilik bo'lib boradiganlar bo'lsa, yana shu narxlardan skidkasi bor aka. Xudo xolasa skidka qilib beramiz. Agar 5 kishidan oshiq bo'ladigan bo'lsa, bundan ham chegirma qilib beramiz, xudo xolasa. Chegirmalar. Jichchagina qilib. Hozir aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Iyun oyining o'zi reys tugadimi aka hozir? Ha, iyundagi reys tugadi. Iyulga xudo xolasa harakat qilishsa bo'ladi bemalol. Xudo xolasa. Aloqaga chiqaveringlar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Musofirda yurgan akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram, hamma narsa bor. Bemalol chetdan turgan pul o'tkazsalaring, qabul qilib, qizil pasportlarini tashlab berishadigan bo'lsa, vizalarini, biletlarini hamma narsasini chiqarib qo'yilaveradi aka. Ha, to'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa aloqaga chiqaveringlar. Pastda Abdug'ofur akaning nomeri turibdi. Agar videomizda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Qanaqadir savol tug'ilgan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring sizlarga to'liq ma'lumotlarni berishadi. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.